Mega Building qurilish kompaniyasi. Bu qurilish kompaniya shaharni ko'p to'shkasida qurilishlar qilib turibdi. Shularni sizlarga ko'rsatib boraveramiz. Bir safar bitta Городской больница telesentrning yonida qurilib turganini ko'rsangiz, keyingi safar yana boshqa to'shkadagini ko'rsatamiz. Bu qurilish kompaniyaning afzalliklari navoda hammasini sizlarga qisqa lo'nda qilib tushuntirib boraveramiz. Assalomu alaykum real dunyoni. Real ne abunachilari. Tinchmisizlar, tendarmisizlar, bormisizlar, omonmisizlar, ova ko'mishi, elat, ish yo'lak, qozon tovoq hammasi tinch paraxatmi? Ko'pchilik uy joy aytaman deb harakat qilib yuribdi. Birisi bolalarni o'qitishim kerak deb yuribdi. Uy joy degan yerida sizlarga qurilishni, uy joylarni ko'rsatib o'tamiz. Mana oyda bo'lib to'laydigan variantni nechta eldan to'lov bor, yo'q, naqd bersak nechta bo'ladi? Hamma tartib qoidasini tushuntiramiz. Mega Building ofisindamiz biz. Bu ofis Urdu'nun ko'chasi bu. Chapimizda Salarakda Urdu bor. Yine bunda Qirg'iz yapı svetoforu. Şöyle geldik, şurada sizlere bir-ikki yangiliklar ham bor ekan. 5-iyunni, 6-iyunni günü qandaydir bir yangiliklar bor. Shu to'g'risida sizlarga aytib, tushuntirib o'tamiz. Ketdik. Dinara, yaxshimisiniz? Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Janob obunachilar bilan salomlashing. Albatta, assalomu alaykum hammaga, hurmatli obunachilar. Endi qarang, hozir gapni qisqaroq lo'ndami ajrattiramizdan buni vaqtini ko'p olmaylik. Sizlar nerede qurilish qilib tursa danli momentda. Hozirda Bu bizani neruzi bu? bu Urganch shahri. Havo Urganch shahar. Deylik Urganch shahrining markazlarida qurib turibmiz desak ham bo'ladi. Bizani ikkita obyektimiz bor. Hozir ikkita. Birinchi obyektimiz Yangi O'zbekiston massivi. Bu Xorazm televideniya arkasida joylashgan bo'lib, ko'pchilik biladi. Ha, ko'pchilik biladi. Shavot kanali bo'yinam yaqin Shoshlanish tarafda. Bunda Shavot kanal. Bu hozir qurilib turgani ikkita obyekt. Topshirganlari ko'p. Topshirganlarimiz 500 ta xonadan. Ha, topshirganlari ko'p. Ish izdaniyam menimcha sizlar qurdingizlar ish izdaniyam. Urganch davlat universitetining yonidagi izdaniyam bizlar qurishgan. Shu Gulovoydagi. Boshda sabab shu kanalni chiqarganmiz reklama etib. Bunda Shavot kanal, bunda televideniyami? Bunda televideniya. Xorazm televideniya. Xorazm televideniya bunda Kamoljon Atan yozib muzika maktabimi? Hozir bitta man servisning svetoforu, bitta Городской больница bunda qaysi domstani yozib edi? Bu ina o'sha 4-chi. Ha, bu yoqdan. Ha, shunda bana bir 100 metr bormi Shavotda? Misol. 100 metrdan ham sal. Misol. Shavot kanalining bo'yinda shuni ko'rinib turadi, manzarasidan chiroyli. Obyektdan borib ko'rsatishimiz mumkin. Xolasangiz o'sha qurilish jarayonimiz bizning 7-etajda. Ha, o'zinchi etaj u? 9 qavatli bino bo'ladi. Qurilish jarayoni hozir 7-etajda. Xudo xolasa 2026-yil o'z egalarini topshiriladi obyektimiz. 6, 7 8, 9 bu baland bo'lsa, Shavotning nasi salqini kelib turadigan yer bo'ladi. O'sha bana elatlik ketadi. Ha. O bana Rossiya taraf bo'ladi. Shunday bo'ladi. Endi biz shu faqat Yangi O'zbekiston massivida emas, undan tashqari shahar markazlaridan biri eski Nargis kafeni bilasizmi shu? Vam Shavot bo'yi. Ha, Shavot bu taraf bo'ladi tari. Shu Beshni ko'piridan tushib keladigan yerida, shu Nargis kafening ko'chasidan, ikkinchi ko'chadan kirgan yeringizda shuning qurilishi bo'lib turibdi. Bu nechinchi etajda? Bu 7 qavatli bino bo'ladi. Xudo xolasa uni qurilish jarayoni 2-etajida o'sha. Ha, vam shu keyingi yil, uni so'nggi yili topshiriladi. Bu ham 2026-yil 2 obyektimiz ham bir xil vaqtda topshiriladi. Xudo xolasa o'z egalarini. Hozir men aytib turgan 5-hislar, 6-hislarda bir o'yin bo'ladi deb turadingiz. Bu evvel satıp algan adamlara alakası var mı? Oyunla alakası yok mu? İndi satıp alan onlar için mi bu? Aynen şu 5-iyun günü ro'yxatdan o'tib bizdan xonadan xarid etganlar uchun 5-iyun günü onlayn taqdimot bo'ladi. 6-iyun günü, xudo xolasa hayit bayrami günü bizani hammani uy olacak hammani ofisimizda kutamiz. Aynan 6-iyun günü kelib bizlar bilan shartnoma etganlar o'rtasida, xudo xolasa sovg'alar o'ynaladi. Undan tashqari aynan shular uchun 6-iyun günü zo'r imkoniyat aytib beriladi. Nechta imkoniyat? 5-iyun onlayn bo'ladi. 6-iyun günü offline bo'lib beri keladilar. Demek chatdan ko'rib o'tirganlar bo'lsa onlaynda qatnashadi. Shu kuni registratsiyadan o'tib olsa, 6-iyun apa boring, aka boring, ya uydagilar aytadi, boringlar shu yerda. Xuddi shunday bo'ladi. Keladi. Ha, endi tushundim. Unda yaxshi. Xo'p, o'yin tartibi nechta bo'ladi? Nima gap bo'ladi bu yerda? Aynan shu kunisi shartnoma aytadigan bo'lsa, masalan ko'pchilik so'rab turibdi, boshlang'ich to'lovsiz xonadan xarid etsak bo'ladi, rostdanmi deb. Ha, haqiqatan 6-iyun kuni keladigan bo'lsa, shartnoma aytadigan bo'lsa, faqat shu kunisi boshlang'ich to'lovsiz uylarni qo'yganmiz. Depakvatlarimizdan uylarni qo'yganmiz. Undan tashqari ko'pchilik oylik to'lovlarni qiynaladi. Oylik to'lovini to'lab bilmaymiz deb. Aynan shu kunisi olganlar uchun oylik to'lovlarini 5 million so'mdan qo'yib beramiz.
Ha. Bunda Masalan, deylik, əldindən 30% to'laydi, qolgan summasi 8 milyon, 9 milyon, 10 milyondan chiqishi mumkin. Ko'pchilik qiynaladi uni to'lasha. Ana keyin ular uchun 5 milyon so'mdan qo'yib beramiz. Qolgan summasini oxirida yopib beradigan imkoniyat etib. Agar 6-iyun kuni kelsalar, to'liq ma'lumotni shu kunisi oladilar. Shaxsan o'zim shu yerda ofisda bo'laman, tushuntirib, chiroyli narxlarda zo'r imkoniyatlar bilan uylarni beramiz. Faqat 6-iyun kuni. ha, onda tezlashish kerak ekanda ekranda benim nomerlarni qo'ydik. Shu nomerlaringizda WhatsApp, Telegram bor axir. Ha, Telegram kanallarimiz albatta qo'shilishlari kerak bo'ladi. Bizdan aksiyada uy olacak bo'lgan odamni albatta bizning Telegram kanalda bormi yo'qmi ko'ramiz. Albatta Telegram kanalga o'tib, podpiska bosgan bo'lishi kerak. 5-iyun kuni ham registratsiyadan o'tsa bo'ladi. 6-iyun kuni ham registratsiyadan o'tsa bo'ladi. 7si yo'q lekin. Yo'q, aynan shu kunisi kelishi kerak. 5-6. Faqat shu 5-chisla onlayn bo'ladi, 6-chisla hamma shu yerda yig'naladi. 5-chisla kuni bu yerga kelib yurish kerak emas Yo'q, onlayn bo'ladi. Faqat 6-chisla kuni. 5-iyun kuni soat 20:00 da, kechda 20:00 da Telegramda onlayn etamiz. Telegramda bo'ladi bu. Ha, 6-iyun kuni azon bilan hamma ofisimizga taklif etamiz. Shunda 5-chislada registratsiyadan o'tasa chetdagilar, keyin 6-chisla kuni bu yerga kelib registratsiyadan o'tadilar. Ha, shuni bo'ladi. Endi tushundim, ha. Unda videoni ertaga chiqarib berish kerak ekan buni. Ertaga chiqarib berish kerak ekan videoni. Sizlar videoni ko'rgandingiz, срочный harakat qilsangizlar, endi bu video kimlar uchun? Bu video uylanishni yaxshi tochkasidan kvartira olaman degan insonlar uchun bu video. Chiroyli narxlarda, zo'r imkoniyatlarda. Chiroyli narxda, imkoniyati, yaqinning aksiyani qo'yib bersa, undan ham navola yaxshi. Aynan yana bir narsani aytib o'tsak edim, 6-iyun kuni bizdan xonadan xarid etganlar uchun sovg'alarimiz ko'p. Eng katta sovg'amiz Umra safarini yo'llanma qo'yganmiz. Bir kishilik. Ha, bir kishilik Umra safarini yo'llanma. 6-iyun kuni kelib bizdan xonadan xarid etadi. Biz ism familiyasini yozib olib qolamiz. Aynan shu kunisi xonadan xarid etganlarning orasida bu o'ynaladi. Xudo xolasa omadlari kelsa, ota-onalarini hajmini Kimdir nasib qiladi shuni. Umra safarini yorsa bo'ladi. Молодец. Undan tashqari xolodilnik bor. Avtomat kir mashin, bu 10 yil garantiyali 6 kilolik. Bundan boshqa kichkina majlis texnikalar, televizor, shular bor. Endi bu dumam emas. Prosta siz toza joy oldingizmi? Toza joyingizda bir niyadan. Toza joyima deb olib qo'yadilar-ku niyat etib. Bu bir niyat etib sizlarga imkoniyat shunday yaratib turibdilar. Sizlarga bir yaxshi niyat. Niyat etib kommentariy yozib qo'yinglar, niyat etib yaxshi niyat yarim mol dedi-ku. Sizdan yana bir narsani so'rayotganim, hozir kommentariyada deysiz, shu yerda kommentariyada bizning Telegram kanalining silkasini qo'ysak, shu silka orqali bizning Telegram kanaliga o'tib olsalar, Telegram kanalda yanada boshqacha imkoniyatlar, boshqacha sovg'alar qo'yilgan, bu yerdan ham to'liqroq ma'lumot olsa bo'ladi. Shunchaki bizning Telegram kanalimizda o'tib turib, o'zini yaqin taklif etib, undan tashqari onlayn taqdimotimizda qatnashib ham sovg'a o'tsa bo'ladi. Joy olmasammi? Faqat joy olganlar uchun emas, joy olmaganlar uchun ham sovg'alar bor. Demak, men bir 10 jo'ramni Telegramga qo'shib berdim. Menga qandaydir podarkangiz bor. Misol. Bor. Eng katta podarkalarimiz telefonlarimiz bor. Telefon ham bor? Ha, telefon ko'p qo'yibmiz. Misol, dum ko'p odam qo'shsangiz telefon beradi. Eng ko'p qo'shgan odamlar uchun telefon. Shuning uchun albatta bizning Telegram kanaliga qo'shilib olish kerak. U qanday telefon? 2,5 million telefon. Gaplashib ko'ringlar. Yaxshi, ekranda telefon nomerlari, Instagrami, keyin Telegramlari ekranda yozib qo'ydik. Yozib yurmayman desangiz, silka ko'rinishida описаниеda ham kommentariyada turibdi. Kelib to'g'ri primo bossangiz, kelib ketaveradi. Obuna bo'lib qo'yinglar. Joy olamiz desangizlar, Mega Building kompaniyasi sizlarga yaxshi joylarni taklif qiladi. 5-6 kuni dumam dahshat imkoniyat bor. Bu narsa faqat 2 kun bo'ladi. Aryanında yo'q, bu 7, 8, 9, 10 deganda bu imkoniyat yo'q. Faqat 2 kun. Bular ham shunga sanoqli yaqinni joy qo'yib qo'yibdi. O falon joy, o getdi emas, sanoqli bir joy bor, o'sha joyni qo'yib qo'yibdi. Ma'lum bir shtuka bo'ladi bu. 40 tana, как раз 40 tana. Uning uchun shu kelib, shunda o'yinda qatnashasizlar, ko'rsatasizlar. Olasizlar qo'yasizlar. Unda siz bilan shu yerda 6-chislar kuni men ham bo'laman, siz ham bo'lasiz o'zingiz. Ha. Shunda hammasini tashkillashtirib, o'yin kim o'tdi, nima gap bo'ldi, hammasini videoda ko'rsatamiz. Xudo xolasa. Asosiy kuch quvvat, javob bering. Rahmat. Yaxshi. Xo'sh, omon bo'linglar.